Allohim, iltimos, oilamizni sen sevgan oilalar safiga kirib, nikohimizga yengillik, o'zaro tushunish va ishonch ato et. Bizni har ikki dunyoda ham baxtli juftliklardan qil. Bir-birimizga yetarli bo'lishni, muhabbatimizni saqlashni va har qanday yomonlikdan himoya qilishni nasib et. Bizga sen rozi bo'ladigan haqiqiy muhabbatni ber. Oramizda keskinlik emas, o'zaro tushunish va mehribonlik hukmron bo'lgan yagona jamoa bo'lishimiz uchun madad ber. Bizga unuttirmaki, avvalo biz bir-birimizga sening omonatingmiz va sening oldingda javob berishimiz kerak. Ixtilof paytida adolatli juftlik bo'lishni va kibr yoki g'urur sabab ongimiz tumanlanib qolmasligini nasib et. Bizga shoshma-shoshar so'zlardan himoya ber. His-tuyg'ularimizni o'zimizga va juftimizga aniq anglatishni oson qil. Bir-birimiz ehtiyojlariga e'tiborli bo'lishni va sinovlardan sabr bilan o'tishni ravo ko'r. Agar sen haqqingda unutsak, biz ulkan zararga uchraganlardan bo'lamiz. Shuning uchun iltimos, oramizda har doim uchinchi bo'lib tur. Sen biz bilan ekansan, biz yengilmasmiz. Amin.